Bitta gilomni pulga olib, ikkinchisini bepulga olmoqchimisiz? Aynan bu video siz uchun. Videoni o'tkazolmasdan ko'ring. Inshaalloh sizning ishingizni ham chiroyli qilib bitkazib beramiz. Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va bizlarni hurmatli kuzatib o'tirgan obunachilarimiz. Hammalaringga xayrli kech, muborak Qurbon hayotlari hammalaringga muborak bo'lsin, barokatli, xayrli bo'lsin. Yana biz Ziyo Gilom markazidamiz. Bizlarni videolarimizni kutib turganlar inshaalloh bugungi videomizni ham o'tkazmasdan ko'rsalaring. Hammaga manfaatli bo'lgan chiroyli qalin gilomlar va bonuslarimizni yana ham kattalashtirgan holda sizlarga taqdim etamiz. Bo'lmasa videoni boshladik. Bizdan ko'proq qalin gilom so'rashyapti. Hamyonbopdan ko'ra yana ham qalinroq gilomlaringizni arzon narxda qilib bering. Keyin o'sha 2 million so'mdan yoki 3 million so'mdan oshgan xaridlar uchun o'sha hadya sifatida berilayotgan 2 kuch gilomimizni bizdan kelib 7 million, 8 million yoki 10 million so'mga xarid qilib 2 millionga xarid qilgan ham o'sha 2 kuch, 10 millionga ham o'sha 2 kuch berasizlarmi deb bizdan ko'proq norozichilik bo'ldi. Shuning uchun bugun sizlarga hadyalarimizni yana ham kattaroq holda taqdim etamiz. Video o'tkazib yubormasdan ko'ring. Inshaalloh manfaatli bo'ladi va endi bizni ko'rib turgan hurmatli obunachilarimizga bizga podpiska bo'lib, like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, hamma so'rayotgan o'sha ham yonboqroq bo'lsin va ham qalin bo'lsin degan mijozlarimiz uchun razmeri 2 metrga 7 metrlik bo'ladi. Ularda 3 ga 4 dan boshlab 3,5 metrga 8 metrligigacha bitta butun razmerni qilib beramiz. Orqalari 100% to'qmali, yurganda oyoq botadigan, chekkalari hamma so'rayotgan o'sha kojali TGS firmasining eng birinchi gilomlaridan bo'ladi. Yurganda qalinligi ham, misol uchun oyoqqa yumshoq botadi. Bularda har xil svetlar, har xil gullari bor. Men sizlarga obrazes uchun bitta gulni ko'rsatyapman. Ushbu ko'rib turgan gilomingiz 3 metrga 7 metr bo'ladi. Ushbu ko'rib turilgan misol uchun razmeriga o'rtacha 2 million 800 ming so'mdan 3 million 3,5 million so'mga sotilyapti. 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan 150 ming 160 ming so'mgacha magazinlarda yoki bozorlarda sotilyapti. Qalinligiga sifatiga baho berib qo'yasizlar. Firmasi o'sha TGS firmasi ishlab chiqarilgan hozir kunda eng brend bo'layotgan zavodlardan. Narxi 1 kvadrat metri 100 ming so'mdan bo'ladi. Bugungi aytilayotgan narxlar 5 kun amal qiladi. 5 kunlik Xudo xolasa Qurbon hayiti munosabati bilan oldingi qo'ygan 2 kunlik chegirmamizda ololmaganlarga 5 kunlik chegirma qilib beramiz. Ushbu aytilayotgan narxlar faqatgina 5 kun amal qiladi. Razmerlari 3 metrga 7 metr, 3 ga 4 dan 3,5 metrga 7 metrgacha bitta butun razmerni qilib beramiz. 1 kvadrat metri 100 ming so'mdan bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan razmer polni turish razmeri 2 million 100 ming so'm bo'ladi. Qalinligiga va sifatiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Narxini misol qimmatroq qo'yasizlar degan mijozlarimiz uchun razmerlariga va qalinligiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Undan ham ko'ra qalinroq bo'lsin. Misol uchun biz o'sha turetskiy gilomni o'rnini bosadigan gilomlarni qo'ygan edik. 1 kvadrat metrini 270 ming so'mdan nalishnida hali ham bor. Menga shunaqangi qalin gilom yoqayapti, lekin narxiga o'ylayapman degan mijozlarimiz uchun u gilomni ham o'rnini bosadigan, lekin narx tomonlama ham ancha arzon bo'lgan gilom qilib beramiz sizlarga. Bu gilomimiz og'irligi ancha og'ir bo'ladi. Shuning uchun razmerlari buniki ham 3 metrga 7 metr. Qalinligini bitta ko'rsating aka yaqindan. Mana aka. Qalinligi o'ta qalin zich bo'ladi. Materiali 100% paxta polisterli, chekkalari kojali, popiylari bor. 3 ga 4 metrdan 3,5 metrga 8 metrligicha bitta butun razmerni qilib bera olamiz. Yurganda ham oyoq botadigan, uzoq yil xizmat qiladi. Lansет o'tirib qolmaydi. Yurganingizda ham kassasini, misol uchun o'zining xususiyatini yo'qotmaydigan gilom. 1 kvadrat metri 270 ming so'mdan 320 ming so'mgacha sotilyapti bu gilomlar. Magazinlarda 350 mingdan tevasida bo'lsa kerak. Bozor narxidan inshaalloh arzon qilib qo'yib beraman. Buning uchun bizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, mana bunaqangi mana 270 ming so'mlik chegirmada o'sha turetskiy gilomni o'rnini bosadigan 1,5 ming so'mlik gilomlar qo'yganmiz. Buni video yoqayapti, qalinligi yoqayapti, lekin narx qimmatli qilayotgan mijozlarimiz uchun 1 kvadrat metrini 230 ming so'mdan qilib beramiz. Qalinligini inshaalloh kelib ko'rsalaring, 100% amin bo'lasizlar. Xudo xolasa narxiga nisbatan qalinligi o'ta darajada qalin bo'ladi. Va bizlar shunaqangi premium kasbida gilomlarni xarid qilgan mijozlarimiz uchun hadyani zo'rini qilib beramiz. Sababi bu gilomni bitta razmerni olsangiz, misol uchun 3 million 4 million so'm bo'ladi. Misol uchun menga misol uchun narxi qimmatli qilyapti degan mijozlarimiz uchun 2 xona uyga olmoqchisiz. Mana shu razmeringizni misol uchun bitta uyingizga oldingiz deylik, keyingi xonangizga plyus yetmayapti. Xo'p, 3 metrga 4 metrlik gilomda hadya sifatida beriladi. Bu hadyamiz nima uchun? Pastdagi gilom narxini qimmat qilib
Buni misol uchun o'tkazish uchun emas. Mana bu gilomni narxi bizdan olganligi uchun yana ham arzonroq bo'lishini ta'minlab beradi. Bu do'konimiz tomonidan o'sha aytib o'tganimdek 5 kunlik chegirmamizda amal qiladi. Bundan keyin yana xudo xolasa bundan ham arzon narxi beramiz. Hozir sizlarga bepul qilib bir dona moviy svetni ochyapman. Va tagidagini zalizga olsangiz, bunisi mutlaqo bepul. Razmeri 3 metrga 4 metr. 10 dan oshiq sveti, 10 dan oshiq guli bor. Bu ham bonus sifatida beriladi. Xo'p, 4 metrlik, endi 4 metrlik gilom so'rayotganlarimiz bor. Aka olib keling. Endi 4 metrliklari ham bor. Shu ko'rib turgan 230 ming milligramlarning endi 4 metrli variantlari. Sovuzini kash gilom otib so'rasa kecha qalin. Qalinligini bitta ko'ring buni. Svetlari ham neobычный bo'ladi. Ikki tomondan ikki xil to'lanadigan. 2026-yilda xudo xolasa eng trend bo'lishi kutilayotgan gullar bular. Qalinligi ancha qalin. Hamma razmeri bor. 4 metrga 6 metr. Bu gulni ham ko'rsataylik aka. Buni ham razmeri 4 metrga 6 metr. 300 ming yoki 280 ming so'mdan olgan taqdirda mana shu ko'rib turgan razmeringiz 5 million so'mdan oshib ketadi. Biz Ziyo gilom markazimizda 1 kvadrat metrini 230 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa hamma razmerlarini qilib beramiz va o'sha aytib o'tganimizdek, mana shu gilomni xarid qilsangiz, bitta 3 metrga 4 metrlik bo'lgan gilomimizni hadya sifatida beriladi. Bu boshqacharoq sveti. Bitta mehmonxonangizga olasiz, ikkinchisi misol uchun detskiy deysizmi yoki zalingiz misol uchun kundalik ishlatishga o'sha qulay bo'lgan 1 kvadrat metrga 79 ming so'm qo'yganmiz bu gilomni. Bu ko'rib turgan gilomlar 100% hadya sifatida beriladi. Xo'p, keyin bizdan ro'zg'orbop gilomlar so'rayotganlarga hamkasbasi ham yaxshiroq bo'lsin, 50 minglikdan ko'ra yaxshiroq bo'lsin. Lekin misol 130 ming, 140 mingliklarda xizmat qilsin degan mijozlarimiz uchun 1 kvadrat metri 79 ming so'mdan shu ko'rib turgan razmerlari 4 metrga 5,5 metr bo'ladi. Orqalari 100% to'qimali, qoplamali emas. Orqalarini yaqindan ko'rsating. Aka zichliklari ham ancha zich bo'ladi. 50 mingga nisbatan orqa zichliklari ham o'ta zich chiqqan. 1 kvadrat metri ataga 79 ming so'mdan. Bu yana boshqacharoq guli. Bularimiz yangi kelgan, shuning uchun yangi paskadan ochib ko'rsatyapmiz sizlarga. Assortimentlari ham yangilik. Xolasa. So 100 ming, 120 ming, 130 ming so'mliklar qimmatli qilyapti, lekin 50 ming so'mligingizni kassasi bizga hech yoqmayapti. Bundan ko'ra dadilroq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun 1 kvadrat metri 79 ming so'mdan. O'sha aytib o'tgan hadyalarimiz bularda ham 2 million so'mdan yoki 3 million so'mdan oshgan mijozlarimiz uchun 2 guch gilomimiz hadya sifatida beriladi va undan tashqari 2 guch razmeringizga misol to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, soladigan joyingizga misol kichkina qiladigan bo'lsa, o'sha aytib o'tganimizdek metrajlarimizdan qolgan laxtiklarimiz bor. 2 guchdan nisbatan kattaroq, o'shalar ichidan tanlab olsangiz ham bo'lardi. Ularni ham o'sha hadya sifatida arzon narxda yoki razmerga tushadiganini besplatniy qilib beramiz. Bu 4 metrga 4,5 metr. To'rt metrga 4,5 metr. Buni ham 1 kvadrat metri ataga 79 ming so'mdan bo'ladi. Soat 4 metrga 5 metrlik uyingizga 1 million 580 ming so'm bo'ladi. 50 ming so'mlikdan ko'ra qalinroq, sifati ham misol uchun normalniy, misol ro'zg'orga yurganingizda, misol oyoqqa yumshoq bosadigan gilom, orqalari 100% to'qimali. Bularda o'sha arzonni so'rayotganlarga 50 ming so'm va 45 ming so'mliklari ham bor. Ularda ham xudo xolasa keyingi videolarimizda olib chiqishga harakat qilamiz. Gullarni qarang. 2026-yilda eng yangilik gullari xudo xolasa. To'rt metrga 4,5 metr. 1 kvadrat metri ataga 79 ming so'm.
Shu 2 million so'mdan oshiq xaridlar uchun 2 guch yoki o'sha o'z razmeriga tushadigan laxta gilamlarimizni hadya sifatida beramiz. Manzilimiz kombinat bozorining ichkarisida. Ushbu aytilayotgan narxlar, ko'rsatilgan gilamlarda narxlari faqatgina 5 kunlik chegirma qilib beramiz. 5 kun ichida xudo xolasa kelib xarid qilsalaring, o'sha aytilib o'tgan hadyalar va uzoqdan kelayotganlarga dastlabki yokida kelishilgan holda taksi orqali chiqarib beramiz. O'sha qalin gilamlarimizdan hamma razmerlarni olib kelib qo'yganmiz. Baho turibdi. Eng kichkina razmer 3 ga 4 dan 4 metrga 8 metrgacha bitta butun yaxlit holatda razmerlarni qilib beramiz. Bizdan kelib xarid qiling, inshaalloh manfaatli narxlar, chiroyli gilamlarni sizga taqdim etamiz va aytilgan narxlardan har doim aytib o'tganimizdek, misol sunnatiga o't berishga harakat qilamiz. Bizni endi ko'rib turganlar, video shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib, gilam olaman degan tanishlaringizni jo'natib qo'ying. Manzilimiz kombinat bozori, Marg'ilon shahar kombinat bozorining ichkarisida. Tushunmayotganlarga telefon orqali bizga aloqaga chiqsalaring, lokatsiya tashlab beramiz. Bizni hozircha boshqa joyda filialimiz yo'q. Kimdir kelib boshqa joyga kirib olib, misol uchun bizni so'raganda holatlar bo'lyapti. Biz o'sha joy filialimiz yoki misol uchun biz ham o'sha joy xuddi shu videoda ko'rgan joylar u bolalar biror joyga ketganida bahona qilib sotishyapti va o'sha olgan nimalar mijozlarimiz aytilgan narxlar bo'lmayapti deyapti. Biz o'zimizdan kelib xarid qilinglar. Men o'zimdan yoki o'sha videolar qo'yib boryapmiz. Videodagi chiqayotgan shu yerda ishlaydigan insonlarni misol yuz ko'rinishlar eslab qo'yinglar. Kelib yoki do'konimizga bannerimiz bor, Ziyo gilam markazi deb yozilgan. Kelib o'zimga uchranglar. Xudo xolasa mana shu do'konga kelsalaring, videolarda misol uchun do'konimiz misol ko'rinib turibdi. Erinmasdan bitta ikkita videolarni ko'rsalaring, o'zi ko'zga tanish bo'lib qoladi. O'zimizdan xarid qilinglar, inshaalloh aytilgan narxlardan o't beramiz va hadyalarni ham besplatni qilib beramiz. Bizni oqtarib kelib boshqa yoqdan xarid qilayotgan mijozlarimiz ming bor uzr so'raymiz. Biz ham chunki nisbatan sababchi bo'lib qolyapmiz. Shuning uchun imkon qadar o'zimizga uchranglar. Biz siz uchun harakatdamiz. Biz uchun oddiygina like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Manzilimiz Marg'ilon shahar kombinat bozorining ichkarisida. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Hammalaringga kattakon rahmat, sog' bo'linglar.